Assalomu alaykum. Bugun yosh iqtidor egalari 3-qism kitobining 16-mavzusi grafiklar mavzusi haqida gaplashamiz. Endi bu mavzuni har bitta turdagi savollarni doskada chizib, yozib tushuntirish biroz ko'proq vaqtni oladi. Shu sababdan o'xshash savollarni bittasini sinf ichidagi savollar orqali ko'rsatib bergan yaxshi. Aslida ko'rsatib bermasangiz ham o'quvchi o'zi ishlaydigan darajada kelish kerak shu paytgacha. Lekin mayli, birinchi masalani tushuntiramiz o'quvchilarga. Umumiy holda hamma bilan birgalikda. Demak, birinchi savol quyidagi grafikda 5 oy davomida sotilgan Malibu avtomobillari soni ko'rsatilgan. Mana bu yerda qarasak, sotilgan mashinalar soni mana bu 10, 20, 30, 40, 60. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, oylar. Mart oyida qaraydigan bo'lsak, mana mart oyida 20 ta. Aprel oyida 40 ta. May oyida 60 ta. Iyun oyida 30 ta. Iyul oyida 10 ta Malibu mashinasi sotilgan ekan. Bizga aytayapti, A savol. Eng kam mashina qaysi oyda sotilgan? Eng kami iyul oyida sotilgan. Bo'ldi, tamom. Keyingisi, qaysi oyda 30 ta mashina sotilgan? 30 ta mashina sotilgan oy bu iyun oyi. Keyingisi, aprel oyida nechta mashina sotilgan? Mana aprel oyiga qaraydigan bo'lsak, nechta mashina sotilgan? 40 ta mashina sotilgan. Keyingisi, dastlabki 3 oy davomida jami nechta mashina sotilgan? Dastlabki 3 oy bu mart, aprel, may. 20 ga qo'shamiz 40 ni 60, 60 ga 60 ni qo'shamiz 120 ta. Jami 120 ta mashina sotilgan ekan. Bo'ldi, demak, shundan so'ng sinf ishini o'quvchilar mana bu 2-masalani, 3-masalani va 4-masalani daftariga ishlab yozib kelishadi va tekshirib berish kerak o'qituvchini. Keyingi savol, mana 5-masalaga qaraymiz. 5-masalaga kelib, yana grafikni ko'rinishi salgina o'zgardi. Quyidagi grafikda dekabr oyining 4 kuni davomida qayd etilgan havo harorati aks ettirilgan. Demak, grafikka qaraydigan bo'lsanglar, mana 1-kuni, dekabr oyining 1-kuni boshqaruvchi tanlaganimiz yaxshi ekan. 1-kuni 16 gradus bo'lgan. 2-kuni qaraydigan bo'lsak, mana 12 gradus bo'lgan. 3-kuni 14 gradus bo'lgan. 4-kuni 18 gradus bo'lgan. Grafikka qarab ma'lumotlarni aniqlashimiz mumkin mana. Mana bu 1-kuni, 1-kunda necha gradus bo'lgan bo'lsa, mana grafikka qaraysizlar mana. Mana bu grafik. Mana bu grafik. Shunga qarab biz ishlashimiz kerak. 1-kuni 16 gradus, mana 1-kuni 16 gradus. 2-kuni 12 gradus. 3-kuni 14 gradus. 4-kuni 18 gradus deb graflarni yozib qo'yganimiz ham yaxshi. Bizga aytayapti, qaysi kuni eng past harorat bo'lgan? Mana eng past harorat 12. Bu qaysi kun? Bu 2-kun. B. 1-kunda havo harorati necha gradus edi? Mana 1-kunga qarasanglar, havo harorati 16 gradus edi. Demak, necha gradus deyapti? Demak, 16 ni o'zini yozganimiz yetarli. Gradus shart emas. C savolni o'qiymiz. 4-kunda bo'lgan harorat, ya'ni 18, 2-kunda bo'lgan haroratdan necha gradus yuqori? 4-kuni 16 gradus bo'lgan. Xo'p, 2-kunda 12 gradus bo'lgan. Necha gradus yuqori desa, 4-kunda 18 ekan. 4-kunda 18 gradus bo'lgan. 2-kunda 12 gradus bo'lgan. 18 dan 12 ni ayirsak, 6 gradusga yuqori bo'lgan ekan. Shundan keyin sinf ishidagi mana bu 6-savolni, 7-savolni, 8-savolni o'quvchilarni o'zlari ishlab, daftarlariga so'ragan savollariga javobni yozib, ustoziga tekshirtirishlari kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi masalamiz 9-masala. Quyidagi ikkita grafikda
Toshkent shahrida joylashgan maktabning barcha 4A, 4B, 4C hamda 4D sinflarida o'quvchi qiz bolalar va o'g'il bolalarning soni ko'rsatilgan. Demak, mana bu birinchi grafik qiz bolalar sonini ko'rsatyapti, ikkinchi grafik o'g'il bolalar sonini ko'rsatyapti. A sinfga qarasanglar, A sinfda 8 ta qiz bola bor, B sinfda 12 ta qiz bola bor, C sinfda 10 ta qiz bola bor, D sinfda 6 ta qiz bola bor. Bu yerda o'g'il bolalar soni A sinfda 10 ta, B sinfda 8 ta, C sinfda 10 ta, D sinfda esa 12 ta. Xo'p, bizga aytayapti, eng ko'p o'g'il bolalar qaysi sinfda o'qiydi? O'g'il bolalarga qaraymiz. Eng ko'p o'g'il bolalar D sinfda o'qiydi. Mana. A sinfdagi qiz bolalar soni 8 ta, mana. Shunga qarasanglar 8 ta. D sinfdagi o'g'il bolalar sonidan nechta kam? D sinfda 12 ta bor. 12 dan 8 ni ayrsanglar 4 ta kam bo'ladi. Keyingisi B va D sinflaridagi o'g'il bolalarning birgalikdagi sonini toping. B sinfda 8 ta, D sinfda 12 ta. 8 ga 12 ni qo'shib qo'yasizlar, shunda 20 degan javob chiqadi. Keyingisi, shu maktabning barcha 4-sinfda nechta umumiy o'quvchi bor? Demak, A sinfga qarasanglar, mana 8 ta qiz bola, 10 ta o'g'il bola, jami 18 ta. B sinfga qarasak, 12 ta qiz bola, 8 ta o'g'il bola, jami 18 ta. C sinfga qarasak, 10 ta qiz bola, 10 ta o'g'il bola bor, jami 20 ta. D sinfga qarasak, 6 ta qiz bola, 12 ta o'g'il bola, jami 18 ta. Teng. Bu ikkalasini qo'shsak 36 bo'ladi, bu ikkalasi 38 bo'ladi. Umumiy hisobda 74 ta o'quvchi o'qir ekan. Shundan keyin sinf ishidagi masalalarni, mana bu 10-masalani, 11-masalani ishlab tekshirtirsalar bo'ladi. Xo'p, keyingisi imkon boricha 14-sal qiyinrog'ini ko'rsataman. Xo'p, qaranglar. 14-masalada velosipedchi 800 metrlik masofani bosib o'tishi kerak. Uning vaqt o'tishi bilan marragacha qolgan masofasi quyidagi grafikda tasvirlangan. Velosipedchi harakatini boshlaganidan keyin 9 sekund vaqt o'tganida marragacha qancha masofa qolgan edi deyapti. Xo'p, nima qilamiz buni? Mana bu yerga qarasanglar, birinchi harakat boshlanmasdan oldin 800 metr masofada turibdi. U borgan sari masofasi, marragacha bo'lgan masofa kichrayib ketyapti va 475 metr qoldi marragacha. Necha sekund o'tdi vaqt shunda? Shunda jami 13 sekund vaqt o'tdi. 13 sekundda velosiped qancha masofani bosib o'tdi? 800 dan birinchi ayirib tashlaymiz. Mana bu 475 ni ayirib tashlaymiz. 5 9 dan 7 ni ayirsak 2, 5 7 dan 4 ayirsak 325. 325 metr masofani bosib o'tdi 13 sekundda. Demak, uni tezligini topsak bo'lar ekan. 13 ga bo'lamiz. 32 ni ichiga 2 ta bor. 26. Ayiradigan bo'lsak 6 qoladi. 65 ni ichiga 13, 5 ta bor. 5 kere 13 65 bo'ladi. Ayirsak 0. Bo'ldi. Demak, velosiped sekundiga 25 metr tezlik bilan yurayotgan ekan. Xo'p, endi aytayapmiz bizga, qaranglar. Xo'p, velosipedchi harakatini boshlaganidan keyin 9 sekund vaqt o'tganida marragacha qancha qolgan edi deyapti. Demak, 25 metr taqsim sekund tezlik bilan yuryapti. 9 sekund harakatlandi. 9 sekundda qancha masofani bosib o'tadi? 9 kere 5 45 tortildi. 9 kere 2 18 torti bilan 225 metr masofani bosib o'tadi. 225 metr masofani bosib o'tadi. Ya'ni 225 metrga kamayadi. Masofa 225 metrga kamaysa, marragacha qancha masofa qolgan deyapti. Shunda dastlab 800 metr edi. 225 metrga kamaydi. 200 ni ayirsak 600, 575 metr masofa qolgan ekanligi kelib chiqadi.
Ana shu masaladan keyin sinf ishini mana bu 12-masaladan boshlab o'quvchilar ishlashni boshlaydi. Toki mana 18-masalaga, 19-masalagacha, 12-masaladan boshlab 19-masalagacha ishlab tugatish mumkin bo'ladi. Hop, sinf ishidagi masalalarni tushuntirishdan avval o'quvchilarga biroz vaqt berish kerak. Masalani o'qish va tushunish uchun biroz vaqt berish kerak. Keyin birgalikda ishlagan yaxshiroq. Demak, 21-masalaga qaraymiz. Sardor va Erkin aylana shaklidagi yo'l bo'ylab bir nuqtadan o'zgarmas tezlikda harakat qilyapti. Ularning vaqt va bosib o'tgan masofasi orasidagi bog'liqlik quyidagi grafikda tasvirlangan. Agar aylana uzunligi 640 metr bo'lsa, aylana qo'ying. Aylana uzunligi 640 metr bo'lsa, bitta joydan harakatlanishni boshlayapti ular ikkalasi. Aylananing uzunligi 640 metr, ya'ni bir marta to'liq aylanib o'tish uchun bosib o'tilgan yo'l 640 metr ekan. Ularning birinchi marta uchrashish vaqtining qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta va eng kichik qiymatlari farqini topyapti. Demak, bu yerda Sardor bilan Erkin aynan qanday harakatlanyapti bizga noma'lum. Ya'ni ular bir tomonga qarab harakatlanayotgan bo'lishi mumkin yoki ikkita tomonga qarab harakatlanayotgan bo'lishi mumkin. Ikkalasi ikki xil harakatlanayotgan bo'lishi mumkin. Birinchi qaraylik, grafikdan nimani bilishimiz mumkin? Mana grafik 8 sekundda Sardor 160 metr masofani bosib o'tganini bilsa bo'ladi. Demak, Sardorni bu yerdan tezligini aniqlashimiz mumkin. 8 sekundda 160 metr masofani bosib o'tgan bo'lsa, 160 ni bo'lamiz 8 ga, shunda 20 metr taqsim sekund chiqadi Sardorning tezligi. Endi Erkin tezligini hisoblaymiz. Erkin 10 sekundda 120 metr masofani bosib o'tibdi. Demak, 120 ni bo'lamiz 10 ga, shunda 12 metr taqsim sekund degan javob chiqadi. Endi birinchi holat, ular aylana bo'yicha bir nuqtadan qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanyapti. Ya'ni ular bir-biriga tobora tezroq yaqinlashyapti. Bir-biriga qarab harakatlansa, tezliklarni qo'shamiz va umumiy masofaga bo'lamiz. 640 metr masofa, bu tezliklarni qo'shadigan bo'lsak 32 bo'ladi. Demak, 640 ni 32 ga bo'ladigan bo'lsak, 20 sekunddan keyin uchrashar ekan, shuna harakatlansa. Ikkinchi holat, endi bir-birini quvadi. Bir nuqtadan harakatlanishni boshlaydi. Sardor oshib ketishi aniq. Orqasidan Erkin quvishni boshlaydi. Erkin harakatlanishni boshlaydi. Sardor bir marta aylanadi, yana Erkinni bitta joyda uchrashib qolish kerak kelasi. Natijada Sardor tez harakatlanyapti, boshida o'tib ketdi, lekin ikkinchi marta yetib olish uchun u quvish kerak. Bu holatda bir-biridan qochayotgan jismlar harakatini topish uchun tezliklarni ayirardik. 20 dan 12 ni ayirsak 8 metr taqsim sekund bilan yaqinlashadi Sardor Erkinga. 640 metr masofaga yaqinlashish uchun 8 ga bo'lamiz, 80 sekund vaqt kerak bo'ladi. Demak, ularning uchrashish vaqtining eng kichik qiymati 20 sekund ekan, eng katta qiymati 80 sekund ekan. Shu qiymatlar farqini topyapti. 80 dan 20 ni ayirsanglar 60 sekund degan javob kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi mana 22-masalaga biroz vaqt beriladi o'quvchilarga tushunish uchun grafikni va masala shartini. Undan keyin birgalikda ishlagan yaxshiroq va sinf ishidan shu ko'rib beriladigan so'nggi masala bo'lishi kerak. Qolganini imkon boricha o'zlari yechish kerak va oxirida yechim bergan yaxshiroq. Xo'p, 22-masala. Quyidagi grafikda bir xil ishni bajaruvchi A va B ishchilar bajargan ish hajmi va ularga mos vaqtlar berilgan. Mana qarasanglar grafikka, mana bu B ishchini bajargan ishi, bunisi A ishchini bajargan ishi. A ishchi 4 soatda ishni 2 dan 1 qismini bajarib bo'libdi. Demak, yarmini bajarib bo'lgan bo'lsa, A ishchi to'liq 8 soatda to'liq ishni bajarib bo'lar ekan. Chunki 2 dan 1 qism yarmini 4 soatda bajargan bo'lsa, qolgan yarmini ham 4 soatda bajaradi. Keyingisi B ishchiga qaraymiz. B ishchi 3 soatda, mana B ishchi 3 soatda
butun ishni 8 dan 1 qismini bajarib o'tdi. 8 dan 1 qismini 3 soatda bajargan bo'lsa, demak to'liq 8 dan 8 qismini 8 kere 3. 8 kere 3. 24 soatda tugatadi bu ishni. Endi bizga aytayapti, agar bu ishni A va B ishchilar birgalikda bir vaqtda bajarishni boshlasa, qancha vaqtdan keyin ish yakuniga yetadi deyapti. Ya'ni endi ishchilar birgalikda ishlaydi. A ishchi 8 soatda ishchi bitta ishni 8 soatda tugatyapti. B ishchini o'zi alohida 24 soatda tugatyapti. Demak, ikkalasi birgalikda ishlasa, mana bu 8 soatdan ham kamroq chiqadi. Chunki mana bu A ga yordam beryapti-da B ishchi. Uni qanaqa topamiz? Uni topish uchun qaranglar. Quyidagicha ish qilasizlar. Ya'ni 3-4-sinflar uchun bu ishga doir masalalarni alohida yechish usuli bor. Faqat u usulni o'quvchi tushunishi salgina qiyinroq. Masalan, nima qilasizlar? Butun ish hajmi 48 deymiz. Nimaga? Chunki 8 ga ham bo'linish uchun, 24 ga ham bo'linish uchun. Masalan, 48 bu yerda nima? 48 bu, masalan, 48 ta mahsulot tayyorlash kerak desak ham bo'ladi. A va B ishchilar 48 ta mahsulot tayyorlash kerak. Shunda ish to'liq bajarilgan bo'ladi. Demak, bundan nima xulosa qilamiz? 48 ni 8 ga bo'lsak, A ishchi 1 soatda 6 ta mahsulot tayyorlaydi. B ishchi 48 ni bo'lamiz 24 ga 1 soatda 2 ta mahsulot tayyorlaydi. Endi ikkalasi birgalashib ishlasa, 1 soatda 8 ta mahsulot tayyorlaydi. Jami 48 ta mahsulot tayyorlash kerak. 8 ga bo'ladigan bo'lsak, 6 soat vaqt kerak bo'ladi ikkalasi birga ishlashiga. Xo'p, shundan keyin bu sinf ishdagi masalalarni, mana 20-masaladan boshlab o'quvchilarning o'zi 26-masalagacha ishlab tugatishga harakat qilish kerak imkon boricha o'zlari yechish kerak. Eng oxirida yo'nalish berish kerak o'quvchilarga. Shunda ham yo'nalish berganda ham undan keyin ham o'zlari ko'proq o'ylashlari kerak bu masalani. Shu ma'nosiga yetsa, grafiklarning ma'nosiga yetsa, mohiyatiga yetsa, bu oxirgi savollar birozgina qiyinroq, lekin ko'proq o'ylasa yecha oladigan darajada, yaxshi o'quvchi yecha oladigan darajada. Bu mavzu juda ham kerakli mavzulardan biri bo'lganligi uchun ikkiga bo'lib o'tishni ham tavsiya beramiz. Masalan, nechagacha? Birinchi darsda 15 gacha o'tish kerak birinchi darsda. Ikkinchi darsda 16 dan boshlab qolgan 26 gacha o'tsak ancha tushunarli va sifatliroq, foydaliroq bo'ladi bu mavzu. Agar guruh darajasi zo'r bo'lsa, tushuntirganni birdan oladigan bo'lsa, uni bir darsda tugatsa ham bo'ladi bemalol. Demak, mavzuga doir tushuntirishlarimiz shundan iborat edi. Oxirdagi qiyin misollarni ikkinchi qism videomizda berib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.